125 kvadrat va yana o'zini 30 kvadrat terrasasiga ega bo'lgan xonadon bugun obzorimizda bo'ladi. 4 xonani tashkil qiladi. Akay City'da joylashgan, bilasizlar, Akay City juda ham zo'r dom hisoblanadi. Kelinglar, qayerdan boshlayman? Zaldan boshlaymiz, bir boshdan qaytib kelamiz. Kelinglar. Faqat like bosib qo'yinglar. Uyimiz narxi juda ham zo'r narxda. Zo'r uylardan bilasiz, zo'r uylar obzor qilib beramiz birinchilardan bo'lib. Bu zal bilan oshxona bitta studiyniy formatda qilingan. Oshxonamizni ko'rib turibsizlar. Bu yerda katta xolodilnik, texnikalarimiz juda ham yaxshi sifatli qo'yilgan. Bu yerda posuda moykamiz bor. Mana bular hammasi tosh, mana bular shpondan bo'lgan. Va bu yerda mягкий o'tiradigan zonamiz bor. Bu yerda TV zonamiz. Bu yerda turetskiy 6 tali stol qilingan. Agar sizga ko'proq odam keladigan bo'lsa, katta qo'ysangiz bo'ladi. Va bu yerda katta terrasamiz bor. Keling, uni ko'rsataman. Uyimiz narxini aytaman, sразу like bosib qo'ying. Uyimizning narxi 280 ming do'stlar. Shoshilamiz, bunaqa kvartirani keyin topa olmay qolasiz. Uyimizning etaji ham 3-etaj joylashgan. Qarang, mana bu joyda ham terrasa, yozgi terrasasi bor. Bu yerda 6 tali o'tiradigan stol qo'yilgan. Bu yerdan ko'ryapsizlar, toza havo. Zato bu tomonda qo'shni yo'q-da. Bemalol xohlagan kiyimda chiqib o'tirsangiz bo'ladi do'stlar. Bu yerda futbol boshlanadi, qo'yib, kechki salqinda qarang, maza qilib o'tirasiz bu yerda. Endi kelinglar. 125 kvadrat va yana 30 kvadratli uy, почти 155 kvadratni tashkil qilyapti. Narxi 280 ming do'stlar. Shoshilinglar, shunaqa kvartira qarayotganlar bo'lsa, tarqatib qo'yinglar, chunki bu uyimiz tez sotilib ketib qoladi. Kelinglar. Bu esa detskiy xonamiz bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi, kattaligini detskiy xonani. Ikkita karavot, bu ham 1,5 talik karavot qo'yilgan, bittalik emas dashi. 1,5 talik o'zining shkaflari bor, mana bu joyda TV zonaga joy tashlangan. Bemalol mana bu joyga pisminni stollar qilib, bemalol farzandingiz dars qilib shug'ullansa ham bo'ladi. Hamma eshiklarimiz skrit eshiklar qo'yilgan. Kelar, bu yerda esa yana bitta katta spalnimiz bor. Spalni ko'ryapsizlar, juda ham katta, gigantskiy va o'zini bu yerda sanuziliga ega. Juda ham zo'r qilingan. Endi mana bu joyni qarang, bu uyimiz o'zim 6 xona desak ham bo'ladi. Agar mana bu joyda bo'lsangiz, bu ham bitta detskiy qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, odam ko'p bo'lsa. Bu yerda как mana bunaqangi xona qilib qo'yishgan, garderobni zona qilishgan. Tarketamiz ham bir ikkili tarket, polni cho'plab pollar qilingan izlar. Mana kartinkalarga ahamiyat berib o'ting, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan ekan boru. Endi mana sanuzimizni ham ko'rib bitta baho bersangiz bo'ladi. Katta, keyinligini qarang. Bu joyga dashi beda ham qo'yib qo'yishgan, tahoratga ham moslab qo'yishgan ekan. Kelinglar, bu yoqni ko'rsataman. Agar bu xonamizni ham har bittasini bir-biriga smeshinde qilaman desangiz, bu ham bitta xona, bu ham bitta xona hisoblanadi. O'zi почти 6-7 ta xona bo'lib ketib qoladi. Qarang, kattaligini. Garderobni zona qilingan bu yoqda. Bu yoqda esa spalnimizni ko'rinish holati do'stlar. Mana bu interyerga qarang, boshqacha qilib qo'yishgan bor, neobычный qilib. Mana bu ham polni shkaf. Polni bular hammasi shpondan bo'lgan, mana bu oynali zonamiz. Kirish qismimiz mana shu joydan boshlanadi. Shu yerdan kirdik, ketdi, uylarimiz boshlanadi do'stlar. Uyimiz narxini aytib o'tdim, 280 ming, 125 kvadrat va 30 kvadrat terrasasi bor. 3-etaj Akay City Hamid Olimjon joylashgan. Bu yoqimiz C5, lokatsiya hisoblangan zo'r. Shoshilamiz, shuna kvartira qarayotganlar bo'lsa, tez tarqatib qo'yinglar, xo'p. Xayr, men ketdim.